Xush kelibsiz, hurmatli tomoshabin. Bugun men ChatGPT'dan olgan 3 ta challenge'imni bajaraman. Qani bo'lmasam boshladik. Men hozir sekundomerni ishga tushiraman. Hop, bo'ldi, ketdik. Tez. Tezamiz. Aynan vaqtida ulguribman. Keyingi challenge'ga o'tamiz. Biz ulgurdik. Men shuncha ketdan beri video qo'ymagandim. Mayli, hech qisi yo'q. Baribir qurib qoldim-ku, ana ko'rib ishoningiz. Agar xatolik ketib qolgan bo'lsa, uzr so'rayman. Keyingi challenge'imiz esa 45 soniyada chelak topish. Yo'q, adashim. 45 soniyada. Qilmasam sekundomerni ishga tushiraman. Bo'ldi, ketdik. Mana bosilmayapti. Tezroq. Uzunlama vaqt ilosi bor. Yo'q, bu emas ekanmi? Shoshilishim kerak. Mayli. Men bu challenge'ni eplay olmadim. Lekin hech qisi yo'q, mayli. Hammangizga shu joygacha tomosha qilganingiz uchun rahmat.